Uxlab qopma, bugun yangi yil. Yes, yangi yil. Ha, menga qarang, aytgancha. Kelin podsha. Bugun yangi yil, ha? Samarqanddan gap yeydigan dugonalarim, qolaversa ammavachcham, xolavachcham, tog'amning ayollari, singlim, qudalari bilan kelmoqchi. Shunga bir 60 ta somsa pishirasiz. Norinda ham esdan chiqarmang. Ana undan keyin haligi medavoy deysizmi, tort deysizmi, keks deysizmi, ana shularni pishirasiz. Ovqatlarni ham mazali qilib pishiring. Birinchisi cho'zmalomon, ana undan keyin jimjalodek qilib chuchvara qiling, uchinchisiga qovurdoq qiling, qolganini keyin men sizga aytaman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Boring, eshikni oching. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Kelin, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, opa? Va alaykum assalom. Yaxshi turibsiz bo'shang. Kelin, choy. Voy, oyi, meni erimni birinchi kelishlari. Kelin salom qiling. Ikkita bola tug'ib, xo'p bo'ladi. Ko'p yashang. Hali choy olib kelmadingiz? Mana choy. Kelin, opangizga tezda somsani issig'idan olib keling, bo'la qoling tezroq. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Mana issiqqina somsa olib keldim. Kelin, choy yangilab keling. Oqqo'rg'on choyimi bu? Oxirgacha, ha, pochcha. Kelin, Labya pochcha. magazinga tushib keling. Nimaga? Tushunmaydi hali. Qalbasa bo'lmasa bo'lmayapti. Yangi yil bilan hurmatli kelinlar. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda Birinchi. Park toza, kirishlar mumkin. Ikkinchi, tushunarli. Biz kiramiz. Sharfin tapo. To'xtab turing. She's up all night to the sun. I'm up all night to get Ko'p kulma. Jim o'tir. Hech kim yo'q-ku. Baribir jim o'tir. Vaqt egasi bor. Ketdik uyga. Uyga qaytamiz. Uf, jonga tegib ketdinglar-yu, qachon mana bu yerkim bo'laman? Katta akamizga tegizma. Hoy, jonimga tegib ketdinglar. Men o'qishni bitirolman, hech qanaqa dugonam yo'q. O'g'il bola bo'lsa ham menda u vobshe yo'q. 32 ga chiqdim. Qari qiz bo'lib qolib ketdim. Erga tegishim kerak-ku. Qara. Mencha kuzatishlar oshirib oldik deyman-da. To'g'ri, tinch qo'yish kerak. Tinch qo'yish kerak. Bo'ldi, bugundan boshlab yashirincha kuzatamiz. Ketdi. Sayoqdan. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Bugun Dilshod Rustamjonova, ya'ni ayolim 800 k bo'pti. Ilohim million bo'lsin, million. Eng Cristiano Ronaldo eng ko'pi bo'lsa, o'shandan ham ko'payib ketsin obunachilari. tushunadi. Sizga Alfredo faqat tez yetishimni aytib bersangiz tekinga beraman. Mayli, yengil emas. Samarqand soyida sassiq sabzi sotgan sodiq savdogarga 8888 so'm soliq solinsin. Bir nafasda ikkita yetasiz. Samarqand soyida sassiq sabzini sotgan sodiq savdogarga 8880 so'm soliq solinsin. Samarqand soyida sassiq sabzini sotgan sodiq savdogarga 8880 so'm soliq solinsin. Olib keling Alfredo. Amanda undan ham zo'ri bor. Bitta nafasda 3 ta yetib beraman. Sardor Sarkash Sirdaryo sohillarida sarson sargardon suzardi. Sardor Sarkash Sirdaryo sohillarida sarson sargardon suzardi. Sardor Sarkash Sirdaryo sohillarida sarson sargardon suzardi. Olib keling Alfredoni. Uni yigitichi xotin quli. Kim bilan gaplashibsan? Men telefonni ber. Kim bu? Madina sinfdoshim. Otingiz nimasi? Madinam. Bu onasi oti nima buni? Nargiza. Onangizni akasi manda. Nargiza. Damot tugamasang. Oyog'ini razmeri nechi buni? 37 aka, 37. Qarada lekin oyog'ingiz razmeri 37. Qon guruhi nechi buni? 1 manfiy. Qon guruhi 1 manfiy, yaxshi. Ko'zida rangi qanaqa buni? Ko'zning rangi. Qo'y ko'z. Ko'zingizni qo'y ko'z. Nimadir to'xtataman. Birinchi o'qituvchisi ismi nima buni? Nikita Vasilyevna. Birinchi o'qituvchisiz Nikita Syurpeda. Nimadir detoda bor. Aka. Buni amakisini turmushga chiqib ketgan qizini quyishnisini mahallasini orqasidagi magazinni oldida qassob amakini uyini ichidagi sigir rangi qanaqa? Uf, qatdan bilay, qorada, sigir qora bo'ladi-ku. Qarada lekin sigir rang. Ha, jigarmi? Assalomu alaykum. Ufsinim tug'di. Mana yana bitta chaqaloq olaman. Ha! Dilshoda. O'zingni bos Dilshoda. O'zingga kel Dilshoda. Bolang kechasi uxlamayotgani esingdan chiqmasin. Uyquga to'ymayotganing esingdan chiqmasin. Bolang kasal bo'layotganda boshingdan nima o'tayotgani esingdan chiqmasin. Hech bo'lmasa Dilshoda qizing uchga kirsin. Ana undan keyin yangi chaqaloq haqida o'ylasang bo'ladi. Dilshoda. O'zingni bos. Oldin bitta bolani esalomon katta qilib olib, hech bo'lmasa garshokka borish o'rganib olgandan keyin yangisini plan qilamiz. Men qaynotasiz yashayman. Menga qara. Surbotdan xirrancha. Qaynonasiz yashamoqchi bo'lsang, avval meni yengishing kerak. Xo'sh, yengildingmi? Yo'q. Sen qaynonangning xizmatini qilib, duosini ol. Unaqada prosmotrlaring 1 millionga chiqmaydi. Video tugadi.
Dilshoda. Assalomu alaykum. Siz emisiz? Kinoyimni sizni ko'rgani keldim yo'q ekan. Kinoyim bilan chicha gaplashib uyimga ketyaptim. Yaxshimisan? Zo'r aka. Charchama. Bo'pti, ko'rishamiz. Sizni uyingizga bordim dedimmi bu? Uyga bordim. Aka, faqat Jim deyapman. Sen taroqni olgansan, ushlab tur mana. Piyozni olgansan bizani uydan. Qo'shiqni olgansan, vilkani olgansan, kir iladigan olgansan, dorini olgansan, kartochkani olgansan. nima qildi? Bizani uydan mana asli eshitdim ku. Nima qildi? Beri olib keting shuni. Yo'q, buni menga, bu hamma narsa menga. Mana sizga til, agar men aytgan tezlatishda tilingizni biron qilib aytib bera olsangiz, mana shu taomni sizga tekinga berib yuboraman. Ha, yorib taylayman. Zanjabil zaytun zaringdor zaminda zo'r o'sdi. Zo'r zavqli, zerikmas, zeb-ziynatli, zebo zaringdor zaminda zo'r o'sgan zanjabil zaytunlarini uzish uchun zudlik bilan yetib keldi. Faqat 2 marta aytasiz. Zarangdor zaminda zanjabil zaytun zo'r o'sdi. Zo'r, zavqli, zerikmas, zeb-ziynatli, zebo. Zarangdor zaminda zo'r o'sgan zanjabil zaytunlarini uzish uchun zudlik bilan yetib keldi. Zarangdor zaminda zanjabil zaytun zo'r o'sdi. Zo'r, zerikmas, zavqli, zeb-ziynatli, zebo. Zarangdor zaminda zo'r o'sgan zanjabil zaytunlarini zudlik bilan uzish uchun yetib keldi. Olib keling.